Erkaklar qanday ayollarning istaklarini so'zsiz bajaradilar? Nima uchun mani erim ma'shuqasini aytganini qiladi? Erkagingizga siz bunday qilishingiz kerak, siz aslida mana bunday qilishingiz kerak deb unga aql o'rgatishga harakat qilsangiz, bunday ayol ma'lum bir vaqtga erkakni aqlini o'chirib qo'ya oladi. Erkaklar qanday ayollarning istaklarini so'zsiz bajaradilar? Assalomu alaykum, konfetishki, siz bilan aloqada o'sha sevimli psixologingiz Shahzoda Jahangirovna va Shunqauz jamoasi. Ko'zalarim, menga judayam ko'p bu haqida yozasiz va shunday savol berasizki, nima uchun mani erim faqat singlisini yo opasini yo ma'shuqasini aytganini qiladi. Men esa u uchun bir tiyinman. Hattoki faktlar bilan, argumentlar bilan unga gapirsam ham ochiq narsani, oddiy haqiqatni ham ko'ra olmaydi. Oqni oqligini bila olmaydi, qorani qoraligini. Agar men aytsam, lekin anovisi aytsa, uni aytgan gapiga kiradi. Hattoki oqni qora desa ham, erim uchun o'sha qora bo'lib ketadi. U uchun hamma narsa qilib beradi, uni aytgan gapiga kiradi, u bilan maslahatlashadi va hokazo va hokazo. Men sizga bitta sir ochaman. Buni siri nimada? Yo'q go'zalim. Intim aloqada ham emas, yoki uni bir narsaga majburlab qo'yishganida ham emas, yoki aybdorlik hissida ham emas. Erkak ko'p hollarda qaysi ayolni hamma aytganini bajargisi keladi, uni fikriga quloq soladi va u bilan doim bitta komandada bo'ladi. U ayol u uchun kimligidan qat'iy nazar. U xotini bo'lishi mumkin, ma'shuqasi bo'lishi mumkin, onasi bo'lishi mumkin, singlisi bo'lishi mumkin. Bu erkakni o'zi bilan bo'lganida uni xavfsiz his qildira oladigan, uni bo'shashtira oladigan va unga men doim sen tomondaman degan hisni bera oladigan ayol va sen erkaksan, men seni tan olaman degan hisni bera oladigan ayol bilan yoki ayolga. Qachonki siz erkagingizga siz bunday qilishingiz kerak, siz aslida mana bunday qilishingiz kerak deb unga aql o'rgatishga harakat qilsangiz, hattoki siz haq bo'lsangiz ham, men tushunaman sizni, siz haqsiz va haq narsani unga gapiryapsiz. Lekin ko'p hollarda erkak buni qabul qila olmaydi. Ana unga siz nohaqsiz, men haqman. Siz meni haqqimni ado etmayapsiz. Siz aslida mana bu vaziyatda bunaqa qilishingiz kerak emas edi, mana bunaqa qilishingiz kerak edi deb turganingizda, u siz bilan xavfsirab turadi. Va hattoki u ko'p hollarda xato gapirayotganda ham uni yonida, "Ha, sen to'g'risan. Mayli to'g'ri bo'lsang ham, noto'g'ri bo'lsang ham, men seni yoningdaman" deb turgan ayolni erkak kishi anglamagan holda ana o'sha xavfsiz va istalgan insondek qabul qiladi. Doim u ayol uchun kurashadi, doim va hammadan himoya qila oladi ayolni va bunday ayol ma'lum bir vaqtga erkakni o'sha aqlini, kuchli ishlab turgan aqlini o'chirib qo'ya oladi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, siz uni haqligini unga berib, unga hech narsani isbotlamagan holda uni ishonchini qozonib olasiz. Va mana shunday ayolni erkak balki anglamagan holda bo'lsa-da, uni deydi. Va qachonki siz erkagingizni bir narsaga majburlash yoki aybdorlik hissi orqali yoki bir aqliy dovudlar, ya'ni aqliy faktlar, argumentlar orqali nimadirga undashga harakat qilganingizda esa erkak sizdan itarilaveradi, ozgina soviydi va ko'p hollarda sizni anglamagan holda raqobatchi sifatida ko'ra boshlaydi. Ana endi bunda xohlamasa ham ko'p hollarda sizga qarshi go'yoki kurashayotgandek bo'ladi. Sizlarda baxtli bir garmoniyadagi hayot emas, balki doimiy kurash, bir-biriga nimadir isbotlash bo'ladi. Va siz bu pozitsiyada bo'lganingizdan keyin tabiiyki erkagingiz boshqa ayolni borib quloq soladi, boshqa ayol uchun kurashadi, himoya qiladi, hattoki uni sizdan himoya qilish kerak bo'lsa ham. Afsuski bizning ongsizlik qismimizni mana shunaqa bir ajoyib, ba'zida esa yoqimsiz holda ishlash jarayonlaridan biri. Uni aqlini o'chirib, uni bo'shashtira olish, uni siz bilan xavfsiz his qilib, doim sizni deyish uchun esa mutlaqo bepul hamma sirlarni o'rganib olishingiz mumkin. Telegram kanalimizda havola mana shu videoning tagida.